Bir kun shunaqa janozada ma'ruza qilib turgan vaqtimda ichkaridan bir yigit chiqdi-da, domla sizni g'assol so'rayapti dedi. Hayron bo'ldim. Tinchlikmikin dedim. Ba'zan so'rashardi, qon to'xtamasa nima qilaylik? Bir avariya bilan vafot etganlar bo'lsa, bu endi vafot etgandan 90-80 yoshlardagi odam edi. Kirdim ichkariga. Kirsam domla dedi, hozir dedi, bu insonda 5 ta o'g'li bor dedi. Men chaqiraman, siz guvoh bo'lib turing bir ishga dedi. Hayron bo'ldim, xo'p dedim. Hech kim yo'q, o'zi xolos keyin 5 ta o'g'ilni chaqirdi, kirdi. Men 7 kishimiz. Birinchi savoli G'assolni savoli shundan iborat bo'ldiki, ota-onalaringga otangizga qaradilaringmi dedi. Qaradik, katta doktorlarda, qimmat dorilarda olib berdik. Dedi, 5-oving ham dedi, yolg'onchisan, qaraganing yo'q dedi. Agar qaraganingda otang shu ahvolga tushmas edi deb, mayitni ustini shunday kindikka doğru ochdi. Ochib, qo'lida tirnog'ini qaragin dedi. O'sib dedi, orqalari qorayib ketibdi dedi. Mo'ylovini qaragin, mo'ylovi o'sib, og'ziga kirib ketibdi. Kirib qopti. Axir bu holatda ovqat yeyishlik makruh-ku dedi. Men eshitganman, agar mo'ylov o'sib og'izga kirib ketsa, la ilaha illalloh desa, shu og'izdan yuqoriga o'tmas ekan deb avval eshitganman. Endi G'assol 70 dan oshgan odam. Oyoqlarini ko'rsatdi, mayitni shunday orqaga og'dardida, haligi badanlari qorayib ketgan odamni mayitni orqasi qorayib ketganda, shunda agar sallar dedi, 5 o'yin kelib dedi, bitta alqinni sovunda olib dedi, ana dedi, avrazga dedi, uylarda işte cho'miladigan joy bo'lgan oldingi paytlarda avraz deb endi gapiryapti. Ashitga o'tkazib dedi, suvni isitib cho'miltirib qo'yganingda shunaqa qorayib ketmas edi. Bu yotoq yarasini qara dedi. Bir marta, 2 marta dori qo'yilgan xolos. Oyog'ini, tirnog'ini ko'rsatdi, qo'ltig'ini taydi, tukni ko'rsatdi. Nimaga shularga qaramadik? Sanlar farzandmisan dedi. Men bir marta kelsam dedi, yozilib o'rgan ekan, akam bilan o'rtaqsani dading dedi. Hamma yo'qlarini yechib, tozalab, yuvib shunday qilib ketganman. Endi ertalab 8larda bitta nimada mustavoqda bitta non bilan 2 ta tuxumni pishirishib, bitta chaynakda choyni qo'yishib, boshimga qo'yib qo'yib chiqib ketadi. Kelinlar keyin qaytib kirmaydi deb yig'lagan menga dedi. Men dedi, umrim tugab o'tib ketarman, lekin domla siz guvoh bo'ling dedi. Dunyoda ham bular baraka topmaydi, oxiratda ham baraka topmaydi. Men bu mayitni yuvaman, kapallayman, qabrga o'zim qo'yaman. Qabrga qo'yishlikka sanlarda haqqing yo'q, otangga qaramaganliging uchun dedi. Aytganidek bo'ldi. O'zi qo'ydi, o'zi yuvdi. Yillar o'tdi. O'sha farzandlarni holi yomonlashib ketdi. Birontasini rivojlanganligini, birontasini baraka topganligini haqiqatdan men ko'rmadim. Katta o'g'il o'tib ketdi, undan keyingisi avariya bo'ldi. Undan keyingisi sirroz kasali bo'lib qoldi. Hokazo va hokazo. Ularning farzandlari ham qaramadi. Azizlar, bu o'zim hayotda ko'rgan voqea. Kim nima xizmat qilsa, xizmatini javobini oladi. Bugun otangizni qarib qolgan bo'lsa, kasal bo'lsa, oyog'ini yuvib, ukalab, qo'lingizdan kelgancha mehnatini qilyapsizmi, xizmatini qilyapsizmi? Bolangiz bo'ynida sizga qarashlik qarzdorligini bo'yniga olyapti. Siz bugun qaramayapsizmi?
bolangizni bo'ynidan bir soqitib ketyapti, ovora bo'lmang. Bolam qaraydi mani, yaxshi boqyapman, yaxshi mashinalarda olib beryapman demang. Xudo, Alloh bolangizni qalbidan otaga bo'lgan mehrni sug'urib oladi va siz ham otangizga nima muomala qilgan bo'lsangiz, o'sha muomalani ortig'i bilan ko'rasiz. Otang bilan onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan alar ko'nglini shod etsang, shu xizmat ham ibodatdir. Ibodatga shoshilib yurganlarga Allohning rahmati, barakoti yog'ilsin.